19-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Yaratuvchi hayvonlarni aslida nima uchun yaratgan? Eng muhim savollardan biri. Ularning bu hayotdagi asl vazifasi nimadan iborat? Muqaddas Qur'oni Karimning An'om surasi 38-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Yer yuzidagi har bir yuruvchi jonzot va ikki qanoti ila uchuvchi qush borki, ular ham xuddi siz kabi ummatlardir. Ularning ham joni bor. Ular ham qo'rquv, quvonch va mehrni his qila olishadi. Ular ham biz kabi alohida jamoalardir va yer yuzidagi har bir jonzotning o'z ulug' vazifasi bor. Keling, suhbatimizni uyg'otuvchi go'zal jonzotlar, xo'roz va tovuqdan boshlaymiz. Bu oilada vazifalar qanday donolik bilan taqsimlanganiga e'tibor bering. Xo'roz oilaning bosh ishchisi, himoyachisi va butun insoniyat uchun jonli uyg'otgich. Bu dinlikdir. Yaratuvchi uning vujudiga juda aniq tabiiy soatni joylab qo'ygan. Bir kecha kunduzda u insonlarga vaqtning o'tishini eslatib, 5 marta asosiy signalni beradi. Birinchi qichqirig'i tun yarmidan oqqanda, tabiat tongga yuz turganda. Ikkinchi qichqirig'i tong saharda, quyosh chiqishidan oldin, odamlarni uyg'otish uchun. Uchinchi qichqirig'i ertalab, quyosh to'liq chiqib bo'lganida. To'rtinchi qichqirig'i qoq tushda, quyosh ayni tepaga kelganda, ya'ni zenitda bo'lganida. Beshinchi qichqirig'i kun botarda, kunduz o'rnini tunga bo'shatib berayotgan vaqtda. U o'z oilasidagi tartibni nazorat qiladi va insonlarga soat sifatida sadoqat bilan xizmat qiladi. Uning jufti tovuqchi. Uning vazifasi onalikning buyuk mehnatidir. U butun olamga baqirmaydi. Uning ishi oila ichida hayot yaratishdir. U tuxum bosib, jo'jalar ochadi. Ularga hayot beradi va mehr bilan tarbiyalaydi. Tovuq onalik mehri va g'amxo'rlikning oliy namunasidan biridir. Bilasizmi, nega tovuqlar qorong'uda umuman hech narsani ko'rishmaydi? Bunda ham yaratganning buyuk hikmati bor. Tovuq juda ta'sirchan jonzot. Uni tungi qo'rquvlardan asrash uchun Alloh quyosh botishi bilan uning ko'rish qobiliyatini o'chirib qo'yadi. U tunda hech narsadan xavotir olmay, o'z hayotini turmush o'rtog'i xo'rozga va insonga ishonib tinchgina uxlaydi. Xo'roz vaqt va tartib posboni. Tovuq hayot beruvchi va uni asrovchi onadir. Ular tabiatdagi ahillik, g'amxo'rlik va xizmatning go'zal namunasidir. Atrofga nazar soling. Bizning kichik zamindoshlarimiz o'z vazifalari bilan butun borliqqa xizmat qilishmoqda. Keling, ularning vujudidagi tirik jonni ko'rishni va hurmat qilishni o'rganaylik. Eng asosiysi, Alloh taolo ularni bizga taom o'rnida emas, ularni o'z vazifalari bilan insonga xizmat qilish uchun yaratganligini anglab yetaylik. Bu shunchalik sirli, noyob, mo'jizaviy holatki, uyingizdagi parranda sizning budilnigingiz. Aslida insonga mexanik soatlarni ham umuman keragi yo'q. Xo'rozi yonida bo'lsa bo'lgani. U kun davomida vaqt qaysi pallaga kelganini bilib insonni xabardor qilib yuradi. Xo'roz va tovuqlarni biz nima qilamiz? Ha, albatta, qovurib, qaynatib, so'yib yeb tashlayapmiz. Mana shunaqa azizlar. Bu haqda yana gaplasharmiz. Keyingi rolikda ko'rishguncha. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astroplatforma Chengiza.com Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla. Taqdir